Demek testimiz tahlilini boshlaymiz. Birinchi misolga e'tibor berasizlar. Birinchi misolda a taqsim 7 qo'shilgan b taqsim 3 teng ekan 5 ga. A ning qanday eng katta qiymatida, xullas mana shu a ning eng katta qiymatini topib ber deyapti. Endi o'ylaylik. Ikkita natural son qo'shilganida eng katta chiqish uchun mana bu 4 bo'lishi kerak, 1 bo'lishi kerak deydi o'quvchi masalan. Bu 4 chiqishi uchun tepa nechi bo'lishi kerak? 28 bo'lishi kerak deydi. To'g'rimi? Sen shunday javob? Bo'ldi, to'g'ri ekan. Xo'p, demak, mana bunday qo'yish, mana shunday o'ylasang ham bo'ladi, tinchgina masalan. Ikkita son bir-biriga qo'shilsa 5 chiqish uchun 4 plus 1 bo'lishi kerak deyapti. Javob 5 chiqish kerak deyapti, misol uchun. Mana bu qolib 4 bo'lishi uchun, demak a taqsim 7 4 chiqishi uchun proporsiya qilsa a 28 bo'lishi kerak degan fikr olib chiqyapmiz. Tushundinglarmi ma'nosini? Masalan 5 plus 0 deya olmaymiz-da, chunki mana bu 0 bo'la olmaydi natural son hisob kitobi, to'g'rimi? Shunaqa qolib. Endi kimdir ishlayman desa, masalan, proporsiyali qilib yoqib o'tish kerak edi, masalan, a taqsim 7 teng 5 minus b taqsim 3 mahraj bu tarafga 7 ni ko'paytirdi. A teng 35 minus ko'paytirsa 7 ta b taqsim 3 o'ylab ko'r endi. Mana bu b ga 3 ga bo'linadigan son tanla birinchidan va iloji boricha kichkina bo'lsin. Nimaga desa, ayrilganda katta javob chiqish uchun. Tushundinglarmi gapim yo'qmi? Qaytaraman. Xo'p, avval buni bu yoqqa olib o'tdim, mana 5 minus qilib. Qarang, olib o'tdim. 7 ni ko'paytirdim. 35 ko'paytirsam 7 ta b taqsim 3 bo'ladi, to'g'rimi? B ga shunaqangi son tanla 3 ga qisqarsin. 30, 60 tanlab yuborma, kichikroq tanla. Nega desa, kichkina tanlasang hisob kitobing ayrilgan paytda kattaroq javob chiqishi uchun tushunarli? Bo'ldi. Unda mana bu joyga b ga nechta tanlash kerak ekan? 3 tanlasang qisqarib ketadi, 7 qoladi. Ayirsa a nechi bo'ladi? Tushuntira oldim? Shunaqa varianti ham bor, xolos. Keyingisiga o'tdik. Ikkinchi misol. 3 ni 12-chisi minus 343 ni kvadrati. Ayirma quyidagilardan qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi debdi. Sal formula keltirishimiz kerak ekan, ozgina. Mana buni 3 ni 6-chisini kvadrati desam bo'ladimi? 343 ni kvadrat. A kvadrat minus b kvadratmi, qaranglarchi. Bu degani 3 ta 6-chisi minus 343. Ochig'i katta qo'yishguncha qiziqmayapman. Ya'ni 3 ta 6-chisi plus 343 mana. Chunki mana buni hisoblash qiyin sonda. Mana bu narsani 3 ni 343 nima degani? 3 ni 3 ta 5-chisimi? Bo'ldi. 3 ta 6-chisi 3 ta 5-chisi. Xo'p, 3 ta 6-chisi plus 343 mana. 3 ta 5-chisini olib chiqib ketsam, ichkarida nima qoladi? 3 ta 1-chisi minus 1, 3 ta 6-chisi plus 343. Oh. Nimani? Sizlar ayttirib yozibman endi. Xo'p, 7 nimasi ekan? Uzr. Xos. Xo'p, turaversin bunisi. Xo'p, buni ham 7 ni kubi qilamiz mana. Bo'ldimi? Mana bu narsani a kub minus b kub deb yozmoqchi bo'lyapman. Mana bunday qilib 3 ta kubini kvadrati 7 ni kubini nimasi? 7 ni kubi o'stiraversin mana. Kubini kvadrati kvadratning kubi ekan, uzr, kvadratning kubi ekan, teskarisi. Bu turibdi, narigisida 3 ta kubini kvadrati 7, ya'ni shunaqa yozib, kvadratini kubi, kub mana shunaqa. A kub minus b kubga tushmayaptimi bu? 9 minus 7 ketdi bu yog'i. 9 da nimasi bo'ladi? Kvadrati plus 9 kere 7 plus 7 ni kvadrat. Keyingisi 9 plus 7, 9 kvadrat minus 9 kere 7 plus 7 ni kvadratning formula. Qaysidir qovus variantda bo'lishi kerak edi. Hozir tushunyapsizlarmi? Nechi bo'ladi buning javobi? 2. Buni javobi. Xo'p, deylik 81 63 49. Bunisi 16, bunisi 81 minus 63 plus 49. O'zi variantda 16 32 degan javoblar bormi? 32 bormi? Bo'ldi. Mahrajda hozir 32 tursa, aniq ikkalasi nima qiladi? Qisqarib ketib javob qoldiqsiz chiqadi, to'g'rimi yo'qmi? Demak, tepadagi misolimizni bitta nima qilib chiqyapmiz? Darajani pasaytirib, xullas
qovuslar maydalab variantdagi javobga mo'ljallayapti. 32 bo'lmagandan ochiq hozir misol uchun deylik, 8 bormi derdim, misol 8 ham undan katta sonlar desanglar, agar mana bilan hisoblash majbur bo'lib qolardi. Tushunyapsizda? Ayirib qo'shish majbur bo'lib qoladi. Shu. Endi deylikda endi-da masalan kelmay qoldi. Hisoblab chiqolmaysa bitta o'tirib 3-12-sini osti to'g'rimi? O'zi emasda. Endi nima qilasizlar? Variantdagini bitta bo'lib chiqish kerak. Masalan, A javobda qanaqa son turibdi? 32 omadni qara. Xo'p, masalan 32 ni olasan, misol uchun. 32 ni olasan mana bu joyga, misol uchun. 32 ni avval bunga bo'lasan. Deylik qoldig'i 1 chiqdi masalan. Qoldig'i misol deylik qoldig'i 10 chiqdi, misol uchun. Buni ham hisoblading, qoldig'i masalan 10 chiqishi mumkin 32 ga bo'lingan payt, masalan. 32 ku endi o'zidan kichkina bo'lsa bo'ldi qoldig'i. Bunda ham qoldig'i 10 chiqdi, bunda ham 10 chiqdi. Ikkita qoldiq nima qilinyapti? Ayrilyapti, javob 0 bo'lib ketadi. Ha, qoldiqsiz bo'linar ekan deysizlar. Yoki 32 ni o'zi bunga bo'lindi, bunga ham bo'linsa, qoldiqlar ayirmasi 0 bo'lsa, demak bu ham qoldiqsiz bo'linadi degan fikr olib chiqsanglar bo'ladi. Ya'ni mana buni o'xshatasiz 32 ga misol uchun deylik, mana bu 3 ta, misol 4 ni 81 qilib olasizlar, tashqarida kubini olib qolasizlar. Tushunyapsizlarmi? Ikkinchi surma masalan 3 ni 4-sini kubi deb olsam bo'ladimi? 81 mana bu narsa kubi turibdi misol uchun. 32 ga bo'lsam 64 bo'linib ketib necha ortib qoladi masalan? 64 81 17 mi? 17 ni kubi qoladi, to'g'rimi? Endi qaraylik, mana bu narsa 17 ni kubi degani hisoblaymiz. Endi 289 kar 17 deb yozsa bo'ladimi? Mana bunga bo'lamiz naqani? 32 ni. Bo'lib ko'rasizlar, xullas, masalan, necha chiqadi? 289 bo'lib 32. Yo'q, 9 ga ko'paytirsam ham necha bo'ladi shunda? 240, 270, 208. Bir qoldiq qolar ekan? Qaranglar. Bir qoldiq qolar ekan. 1 kar 17 necha bo'ladi? 17 qoldiq qolar ekan. Qaranglar, mana bu misol. Tushunyapsizmi? 32 bo'lgan payt. Endi bunga ham bo'lib ko'rasiz 32 ni. 343 deyman. Kvadratimi? Tinchki mana buni o'zini bo'lib birinchi nima degan? 343 ga 340 uchun bu narsa. Mana ikkita qoldiq ko'rmoqchiman. 32 ga bo'lsa 320 bo'lsa bo'linib ketadimi? Qoldiq necha qoladi? 20. 3 buni qoldig'i 20. 23 kar 23. To'g'risi? 20. 529 emasmidi? 529. Bo'lib 32 qilamiz. Deylik, ichida 15 tasi necha bo'ladi? 16 tasi necha bo'ladi buni? 512 nechta tortib qo'yapti? 512 bo'lsa 17 tami? Qaranglar, 17 qoldiq qo'yapti. Haqiqatdan ham. Bunda 17 qoldi, bunda 17. Ayirsa qoldiq necha bo'ladi? Tushunyapsizlarmi? Agar o'rta plus bo'lsa, masalan, 17 plus 17 34 bo'lib ketyapti. 34 qoldiq qolish mumkin emas, boshqa yerda 32 ga bo'lasan, 2 qoldiq qolib ketyapti. Bo'linmas ekan deb o'rardim, tushunyapsizlar masalan? Xulosa, dona-dona bo'lib ko'rsa ham bo'ladi. Mana bitta variant xohlasanglar. Tushunarli? Uchinchi yo'l nima? Kim aytadi? Vaqt bemalol VIP deydi-yu. Ha, 20 hisoblab chiqadi. Masalan, endi bekor o'tirib partdan harakat qilmoqchi qarasa. Vaqt bor 5-10 minut bemalol ishlasa ulguradi. Erinmasdan 3 ta masalan qaranglar-da, 3 ta. 6-chi nima degani? 3 ta 6-chisi. Taxminan bir 729 mi hisoblasa? Bo'ldi, 3 ta 6-chisi, 3 ta 6-chisi nimani beradi bizga? 3 ta 12-sini beradimi? 729 kere 729 ko'paytirsa bo'ldi. Mana bu javob chiqdi o'sha. Buni kvadrat muammo emas. Ikki sonni ayiradi, usul shaklida bo'ladi, tinchgina. To'g'rimi yo'q? Bo'ldi. Kim ishlamagan, qo'lni ko'tarsin shu misol. Shunaqa qildim, chiqdimi? Bo'ldi. Men shunaqa qildim deyapti. Tushunyapsizlarmi? Hech narsa qilmaydi, ishlasa bo'ladi. Muhimi, men bu 12 emas, 32 bo'lib qolmasa bo'ldi. Tushunyapsizlarmi? 12 ekan. Keyingisiga o'tdik. Uchinchisi. Aniq integralni hisoblang. Integral 0 dan 3 gacha. X minus 1. X plus 1. Dx. Shuni hisoblab ber deyapti, xullas. Aslida bilamizki, integral o'rtasi yig'indi bo'lsa, integral har biriga bitta ta'sir qiladi aslida. Bitta usuli shu. Ikkinchi usuli, bittada hisoblab olmoqchi bo'lsanglar, xohlasanglar, bittada. Mana bunaqa yozamiz, qaranglar. Har bitta modul 0 ga tenglashtiriladi, 1 va minus 1. O'rganganmiz oldin sizlar bilan bunaqa narsalar. Minus 1 da qo'yamiz, 1 da qo'yamiz, oraliq chizamiz, tushunarli? 0
Mana bu joyda bormi? 3. Mana bu joyda bormi? 1 dan 3 gacha son tanlaymiz. 1 dan 3 gacha. Birinchi ish. 2 tanlayapsiz, musbat, bu ham. Xulosa integral 1 dan 3 gacha nima ekan chiqarsiz har doim? Musbat ekan. Endi qaranglar. Mana bu joyda x minus 1 plus x plus 1 deb ochilar ekan. Tushunarli bo'ldimi yo'qmi? Bu birinchi misol. Ikkinchi misol. Integral 0 dan 1 gacha bunisi nima? 0 dan 1 gacha bunisi-chi? Ha, buni manfi, buni nima qilish kerak? Minus x plus 1 qilgan tushundinglar, minus kirdi ichiga. Ha, bu musbat-ku, oddiygina x plus 1. Nimadan nimagacha musbat bo'ldi? 0 dan 1 gacha. Bu yoq qiziq emas, tushundinglar? Xos. Tushundinglar bu narsani bo'ldimi? Mana ikkita misol ishlaymiz. Menimcha qiyin emas. Bular qisqarib ketdi, 2x dan boshlang'ich. 2x kvadrat taqsim tushunarlimi? Chegara 1 dan nimagacha? Bular ketgan. 3 kvadrati minus 1 dan nimasi? Javobi 8 ekan. Tushundikmi? Keyingisi x'lar ketdi. 2 ni boshlang'ich 2, x chegara 0 dan 1 gacha. 1 ni qo'ysam, 2 0 ni qo'ysam, 0 javobi 2. Ikkita holat nima qilish kerak oxirida? Malades. Qo'shib qo'yadigan bo'lsak, javoblarimiz necha bo'ladi? 10 degan javob ekan. Tushundikmi? Ikkinchi usuli integral 0 dan 3 gacha mana model alohida hisoblab oladi. Bitta bir chekkaga olib. Ikkinchi misol buni alohida oladi. Birinchi misolni o'zini ikkita shart qilib ochadi. Ikkinchi misolni ikkita shart qilib ochadi. Shart yo'q ekan ham o'zida. 0 dan 3 gacha musbat ekan har doim. Ya'ni ikkinchisi bitta holatda chiqadi. Xullas, u ham chiqadi o'sha usulda, tushunarli? Hozir aytgan, ikkinchi aytgan usulni ko'pchilik ishlagan bo'lsa kerak. Chiqdimi? Sal cho'zildi nisbatan ozginagina. Lekin muhim bitta javob chiqish kerak. Savol yo'qmi? Bo'ldi. Xo'p, keyingisiga o'tdik. 4-si. 1 dan 100 gacha 2 ga bo'linib 7 ga bo'linmaydigan sonlar nechta? Tanishmi? Voy, ertalab gruppaga shu narsani DTM 19 dan bir ko'rdik, shunga o'xshash bir savol ko'rdim. 19 mi, 20 mi? 19 da. Faqat u 1 dan 200 gachamidi? 6 ga bo'linib 9 ga bo'linmasin degandi. Omadni qara, bu ishlashyapti mana hozir buni. Yakras testda tushib turibdi mana. Qaranglar. E'tibor beramiz. Muxlislar nima qilardik? Sen tushunmay qolding boya. Ayt. Xo'p, birinchi qator yozamiz. Yaxshi. Nechiga 2 ga bo'linsin deyaptimi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 bir pas yursang yeta olaman xolos. Shu ketaverasan shunaqa, 100 gacha borasan aslida. Men qatorni ko'rdim shunchaki nima bo'lishini. Tasavvur bo'lishi kerak. 20 tacha yozsa zo'r bo'ladi. 20 gacha yozsa. Endi bular hammasi 2 ga bo'linadi. Lekin nechiga bo'linmasin? 7 ga bo'linmay qolsin deyapti. Ha? 2 ga bo'linsin, 7 ga bo'linmasin. Endi qaranglar. Mana bu son 7 ga bo'linadimi? Chiqib ketadi. Keyingisini qaranglar. Hos. 20, 22, 24, 26, 28 ketaveradi-yu. Bu ham qaranglar, bu ham bo'linadi 7 ga. Chiqib ketsa, xulosa qilaylik, qanaqa sonlar chiqib ketyapti? 7 ga karralikmi 14 ga ham? 7 ga bo'linmasin deyapti, lekin u 14 ga karralik oraliq bilan ketyapti. Ya'ni 14 farq qilyapti o'zimiz tilda aytganda. Xulosa, mana bu 100 gacha nechta bor desa, 100 bo'lib nima deyman? 14 deyman, 7 ta bor butuni. Tushundinglarmi? Ana qoldiqlari, tintiklariga qiziq emas. Butun qismi olinadi. Mana bunday qoida bor. 100 bo'lib 14 deganda gap. Tushunyapsizmi? Bunaqa narsa bor. Butun qismi olinadi, 7 ta. Keyingisi 100 bo'lib nima? 2 nechta bor? 50 ta bor. 7 tasi chiqib ketsa nechta qoladi? 7 bormi shu joyi? Nima savol bor? Qatiga tushunmadik. Bilmasang nima qilasan? Yozasan yaramasdan, 50 ta sonni yaramasdan. U chiqaraversan 7 karraliklarni, shu sanab chiqsang 43 ta qolib ketadi. Kim shunaqa qildi? Qilganlar bor ekanda. 7lar qiziq emasda Mahmud, orada 7 yo'q 92 ga bo'linadi. Xulosa qilaylik, qaranglar. Xulosa yo'q, unaqa qilma. Unaqa hech qachon unaqa qilma. Xulosa qilib olaylik. 2 ga bo'linib 7 ga bo'linmasin deyaptimi? 2 bilan 7 ga umumiy mahraj nechi? Eku b. Ekuk degani 14 mi? Xuddi shunaqa narsa. Ya'ni 14 karralik. Boyagi misolda ham, ya'ni kitobda 19 ga savolda shunaqa savol bor edi. 6 bilan 9 ga karralik degan ikkalasiga mahraj nechi beriladi? 54 mi? 18. Ko'paytmasi emas, tushunyapsizlar-ku, 18. Keyin 18 ga bo'lib ayirib olganda esingizda bo'lsa.
xuddi shunaqa ish bu ham. Keyingisiga o'tdik. 5-si. A minus ildizda 5 ta b teng ekan 5 ga. A kvadrat minus b kvadratni topib berdi. A va b sonlar ratsional sonlar, haqiqiy sonlar. X eşittir haqiqiy sonlar. Ya'ni ildizli son emas, kasrlidir, minuslikdir, lekin ildiz emas. Tushunarli? Endi o'ylab ko'raylik. Mana bu hisob-kitob chiroyli 5 chiqishi uchun shu ildiz aniq xalaqit qilyapti-da. Ildiz bo'lmasa 5 chiqishi mumkin. Chunki mana bu son ildizli sondan ildizli sonni ayirsa, misol uchun 5 chiqib bo'lmaydi o'zidan o'zi. To'g'rimi? Ya'ni ildiz saqlanib qoladi. Endi qaranglar. Mana ildiz xalaqit qilyapti. Ildiz yo'qolish uchun kamida b ildiz osti 5 bo'lishi kerak masalan. Yoki 1 taqsim ildiz osti 5. Ildiz osti 5 li soni bo'lishi kerak xullas keladi. To'g'rimi? B ildizli son oladimi? Ildizsiz bo'lishi kerak bu. Unda nima narsa bo'ladi? Malades. B 0 bo'lib bersa deydi. 0 kar ildiz osti 5 yo'qolib ketishi mumkinmi? Aynan ildiz bo'lishi shart emas, 0 bo'lsa ham bo'laveradi. Shunda bu yoq tushib qolsa aniq bo'ladi. 5 qolib ketdi. Kvadrat 25, kvadrati 0, ayirsa 25 ekan javob. Tushundinglarmi nima olganimiz? Nima savol bor? Qatiga tushunmay qoldim. To'plamda bormi shunaqa savol? Irratsional demayapti-ku. Ratsional. Nabi. Ha, tushundinglarmi bo'ldim? Keyingisi. 6-si. Rasmda muzqaymoq tasvirlangan. Bu muzqaymoqning yuqori qismi yarim shar, pastki qismi esa konus shakliga ega. Muzqaymoqning hajmi 50 pi bo'lsa, konus balandligini toping. Bo'ldi, bunday qilaylik. V muzqaymoq hajmi teng bo'ladi. V konus hajmi plus V sharning nimasi? Yarimidan iboratmi qaranglar. Shunaqa? Bizga aytayaptiki, mana shu marojniyda xullas muzqaymoq. Mana bu joy 6 ekan, tepaga bunday qilib qo'ygan 6 deb. Past moment 6 aslida. Xo'p, balandligi. H o'zi shuni so'rayapti shekilli, konus balandligini. Bo'ldi. Hajmi 50 ga teng, muzqaymoq hajmi. Bo'ldi, yozamiz qaranglar. Muzqaymoq hajmiga 50 pi ni qo'ydim. Teng. Konus hajmi 1/3 pi r kvadrat h. Esga tushdimi? Plus sharri hajmi 4/3 pi. Xos. O'zi bunday qilamiz, qaranglar bo'ldi. 50 pi ligini bilamiz. V konus alohida yozib tinchgina. Ichkari aralashtirib tashamang. Konus 1/3 pi r kvadrat. Mana bu r kvadratimiz nechaga teng radiusimiz? 3 mi? Shu konusni ag'darib qo'yilgan variantda qaranglar, turg'izsa konus bo'ladi baribir. Radius 3 bo'lgandan 3 kvadrati bo'ladi 9 mi? Per kvadrat h derdik. Mana o'sha h. Tushunarli? Qisqarib ketsa 3 ta nima ekan? Pi h bo'ldi, konus hajmi. V sharni hajmini topmoqchiman. 4/3 pi r kub derdik. Esingizga tushdimi? Yarim sharning radiusi necha bo'lsa, konusga xuddi shunaqa bo'lgan boya bir xilmi kelasi. Chunki to'lsa haligi shar bitta butun bo'ladi-da, qaranglar masalan. Bu degani shar radiusi ham necha bo'lgan ekan? Yarim 3 bo'lgan ekan. Demak 4/3 pi r ni kubi 27 qisqaradi. 9 36 pi joylashtiramiz. Mana buni hajmi 50 pi edi, muzqaymoq teng. Konusniki 3 pi h bo'ldi plus sharniki 36 pi yarimi shuni tinchroq olib kirib qo'yish qaranglar. Dona-dona hisoblab. Ayirsam 32 pi teng 3 ta pi h. Pilar ketdi. Bo'lsam h teng 32/3 yoki 10/2/3 ekan. Tushundinglar? Nima savol bor? Savol yo'qmi? Yaxshi. 7 ga e'tibor berasizlar. 7-savolda. Modulda x minus 1. Modulda x plus 1. Modulda x minus 2. Modulda x plus 2. Va hokazo plus. Nechagacha? 2020 gacha. X minus 2020. X plus 2020. Va shart beryapti. X kichik minus 2020 dan debdi. Xo'p, 2020 dan kichkina bitta son aytinglar, sal xotirjamroq aytinglar, taqamasdan. 2021 deydi bu yerda. Minus 3000 tanladi. Kichkina emasmi? Rozimisizlar? Ana o'ylamaydi odam baraka topqirlar. Men 2021 ga nima bo'larkan demaysizlar hozir.
Minus 3000 kelsa nima bo'ladi? Eng kattasi. Manfiy. Bunga kelsa-chi. X ga minus 3000 qo'yiladi. Aniq manfiy. Mana bular o'ylamasa ham bo'lar ekan. Uni bular ham aniq manfiy. Hamma modul ichi manfiy ekan. Qanaqa ochamiz? Oldiga minus qo'yib ochamiz. Ketdik qaranglar. Minus x plus 1 bo'lgan uchun minus kiryapti. Mana minus ishora oldiga tushyapti, kiryapti, tushunarli? Bu ham xuddi shu minus ishora oldiga kirib ta'sir qilyapti. Plus minus x plus 2, minus x minus 2 va hokazo oxirida minus x plus 2020 minus x minus 2020 bo'lib qoladi, qaranglarchi. To'g'ri yozdik-a? Xo'p. Plus 1 minus 1 nima qilar ekan? Ikkilar ketar ekan. 2020 lar lekin x lar qolar ekan. Menda muammo nimada? X dan nechta bor ekan degan fikrdaman. Savol 1 2 3 4 5 2020 gacha 2020 ta bor. Har bittasining parasi bor. Jami nechta bor? 4040 ta bor. Minus 4040 ta x bor ekan. Tushundinglarmi? Mana bu x dan 4040 ta bor. Tushunmadinglar? Qara. Xullas, bir sonlar qisqarib ketdi. X lar qolib ketdi. Hammasida x lar. Shu nechta x borligi qiziq bizga. Mana bunda bitta x bor. Mana ikkitalik 1 bor, ikkitalik 2 bor, ikkita 3 bor, ikkita 2020 bor. Bu degan hammasidan bitta olsam 2020 ta bor aslida. Hammasi bitta. Uni 2 barobar parasi bo'lsa 4040 ta bor, tushunarli? Keyingisiga o'tdik. 8-misol. 2x minus 1 ni 18-si x minus 1 kvadrati teng a 20 x 20 a 19 x 19 va hokazo. A1 plus x birinchisi va A0. Bizga savol beryapti. A1 dan boshlab A20 gacha qo'shib ber deyapti. Tushunarli? Birinchisi. Aynan maytepa A1, A2, A3 lar qolish uchun mana bu umuman x lar xalaqit qilyapti menga. Shu 20 ta qoladi deb chalaroq fikr qildim. X ga 1 qo'yyapman. Nega desa, birlar qo'ysam A20, A19, A18 mana bu qatori beradi deb gumondaman. 1 ni qo'ysam mana bu joyga. 1 nimalar? 1 ni qo'ysam bar mana bu joy. Tushundinglar ma'nosini? Chap tomon 0. 1 ni qo'ysam A20, A19, A18 va hokazo A1 plus A0. To'g'rimi yo'qmi? Voy dedim, mana bu narsa ortiqcha ekan-ku dedim. Bu bor qolib. Muammo nimada? A0 ni topsam bu yoqqa olib o'tsam buni javobi chiqadi hozir. Tushunarli? Menga endi nima kerak? A0. Qolgani kerak emas. Qolgani kerak emas bo'lsa, bular yo'q bo'lib ketishi nima olish kerak x ga? Bo'ldi. Gapim tushundinglarmi hozir nima deganim? 0 olsam, mana bu joy 0 olganim uchun minus 1 ni juft darajasi. 0 olsam minus 1 ni kvadrati. 1 0 olsam hammasi 0, oxirida a nima qolib ketadi? A0. A0 ichiga teng. 1 ga teng. 1 ni olib kelib qo'ysang, bu yoqqa olib o'tsang nima chiqadi javob? Demak, so'ragan misolda javob minus 1 bo'lgan ekan. Tushundinglarmi ma'nosini? Bo'ldi. Nima deysizlar? Aha. Xo'p, keyingisiga o'tdik. 9-misol. X kvadrat minus 5x plus 4 ln 5 minus x kvadrat teng 0 ga. Va shartda aytyapti. Tenglamaning haqiqiy ildizlar ko'paytmasini toping. Ko'paytma 0 chiqish uchun har bittasi 0 bo'lishi kerakmi? Yozamiz. Mana bu x kvadrat minus 5x plus 4 teng 0 bo'lishi kerak. ln 5 minus x kvadrat teng bo'lishi kerak 0 ga. Tushunarli? Bu taraf chap tomoni v edi hozir bizada. 4 kere 1 bo'ladi. x1 4, x2 1 bo'ldi. Mana bu joy tagida y'si bor aslida, bu yoqqa beramiz. 5 minus x kvadrat y'ni 0-chisi. Minus x kvadrat teng minus 4 chiqadi 5 ta bo'lsa. X kvadrat teng 4 ga, x teng plus minus nimaga? 2 ga. Xo'p, plus minus 2 ikkita javob chiqdi. Chala bo'lsa ham ikkita javob jami 4 ta bo'ldi hozircha. Nima qoldi? Aniqlanish soha, mana deysiz. 4 olib kelib qo'ysam ko'rsatkichga
16 ayrilsa javob manfiy. Noto'g'ri bo'lishi mumkin emas bu. 1 ni qo'ysa ma'qul, plus minus 2 ni qo'ysa ham ma'qul, zarari yo'q, tushunarli. O'zidan chiqqan bu. Jami nechta yechim bor ekan? 3 ta. Ko'paytmasi deyapti 1, 2, minus 2 necha chiqadi? Tushundinglar? Keyingisiga o'tdik. 10-si. 10da 7 minus 5 da x taqsim y minus ildizda 11 kichik yoki teng 0 dan. Tengsizlikni yeching debdi. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz mana bu tagidagi makhraj asli u raqam u. Y taxminan qanaqa son? 207. Bu taxminan 3,5 masalan. To'g'ri yetib bormasligi aniq. Ayirsa qanaqa javob bo'ladi? Manfiymi? Makhrajda minus 1, minus 2 degan son taxminan. Minus 1, minus 2 ni bu yoqqa proporsiya qilib yuborsam bo'ladimi menim? Sonni. Ishora nima qiladi? E'tiborim shu joylari. Manfiy sonlarni yoki umuman musbat son proporsiya qilsa bo'ladi, x qatnashmasa bo'ladi. Va minus bo'lsa ishora o'zgarib qoladi. Minus 5 da x katta yoki teng bu yoqqa olib o'tsam minus 7. X kichik yoki teng 7 taqsim 5 dan. Ya'ni minus x2dan 1 nechigacha? 4 degan javob chiqadi. Tushundinglarmi? Endi kimdir aytadi, shu to'g'ri mana kim o'tdi menga proporsiya qilish, lekin bilib turibman makhraj minus deydigini deydi, misol uchun. Yoki bilyapman 2 qancha ham, bu bundan kattaroq, minusligini tushunib turibman deydi. Unda nima deymiz biz? Qaranglar. Tagi minus ekan. Tepa qanaqa son bo'lsa 0 dan kichkina chiqadi hisob kitob deymi? Yo, 4 qo'yinglar, to'g'ri emas shuncha. Ha, mana bu tagi minus bo'lsa, tepa nima bo'lishi? Minus bo'lsa 0 dan kichkina bo'ladi. Musbat bo'lishi kerak. Mana bu shart tepani olib, musbat bo'lsin deb shart o'zi qo'yadi keyin. Tushundinglar? Ikkinchi turi shu. Bo'lmasa javobdan kelib chiqishdi. Keyingisi. 11. 3, 8, 13. 18 va hokazo. Nechanchi hadi AN? 500 danmi? 500'ı 20 dan kichkina deyapti. Zo'ra. Qaranglar-da. Darsdan fikr qilaylik, qaranglar. Tasavvur qilinglar. Misol uchun deylik, pulni hamma yaxshi tushunadi temasini. Bunda 3 so'm, 8 so'm, 13 so'm, 18 so'm puli bor. Juda ko'p bolalar o'tiribdi, misol uchun aytayapman. Shu tartibda oshib boradi pulinglar misol uchun. 520 so'mdan puli kamroq qolsin xonada deyapman-da. Qoldi. Nechta odam qoldi degan savol beryapti. Nechta bor shunaqadan deyapti. Tushundinglar ma'nosini? Bo'ldi. Demak, biz aytamiz, oxirgisi AN-chi deymiz deb ushlab olamiz. Masalan, o'sha kuni ham shunaqa muammo bo'ldi o'quvchilarda. AN degani shunda bu oxirgi o'quvchining puli emasmi bu deydi. Bizga nechtasini so'rayapti-ku, oxirgi o'quvchini aytma nimada hozir bu yerda. Bizga nechtaligi sanayapmiz biz aslida deydi. To'g'rimi? Qaranglar. Oxirgi o'quvchida masalan deylik 519 so'm pul bor masalan. 520 dan kichkinami? Shu oxirgi o'quvchining indeks nomeri necha o'sha qiziqda bizga? Tushunyapsizlar? Mana bu o'quvchi 18 so'm puli bor ekan. Nechinchi o'quvchi bu? 4-chisi bu. Demak, mana bu 50-chi o'quvchi desam, demak 50-chi o'quvchi 50 ta o'quvchi bo'ladi. Chiqarib bu yoqda, to'g'rimi? Chunki 50-chi tartib turibdi. Undan oldin 50 ta bola bo'lganda. Xuddi shunaqa narsa. Yozaman. AN kichik bo'lishi kerak 500 nimadan? 20 dan. AN ning formulasi A1 plus N minus bitta D'midi? A1'imiz 3 progressiya bo'lyapti. N minus 1 N ni bilmayman. Nechtaga oshib boryapti? Kichik 520. Ikki xil usul bor. Qo'sni ochib chiqib, keyin bir tomon olib o'tasizlar. Xohlasanglar, avval buni bo'lsanglar ham bo'ladi, ayirib olsanglar ham bo'ladi. Nima qiling, ochaymi, ayirib oling. Ochamiz-da, xo'p, hisob. 3 plus 5 ta N minus 5 kichik 520 mi? Hisoblasam. Minus 2 10 ga o'tsa 520 2 bo'ladimi? Minus 2 10 ga o'tsa plus bo'ladi 522 bo'ladi. Bo'lamiz taxminiy bo'lsa ham. 100 to'g'rimi? 104,5 taxminan. 104 to'g'rimi shunaqa? Tushunarli, 104,5 taxminan. 104,5 dan kichkina son qaysi son? Natural son. 104 o'zi. 103 emasmi xo'p? Tushundinglar? Nima degani bu? 104-bolada 519 so'm 18 so'm pul bor xullas. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni 520 dan oshmaydigan pul bor. Uje 105-bola oshib ketgan o'sha puldan, tushunarli?
Bo'ldi. Ne 103 emas? Yaxshi, 104,5 dan kichkina qaysi son bor? Natural son. 104 dan kichkina. Bo'ldi-da. 104 dan qat'iy kichik desak, esa 103 olsang. To'g'rimi? Bo'ldi. 103 ham bor ekan. Mana deysiz. Mana deysiz, poplabsizlar mana. Shuncha ish qilib xato ish qilyapsiz oxir. Xo'p, keyingisi. 12. Qaranglar, men ba'zida mana bunaqa narsada, to'g'ri, kimdir oson deyish mumkin bu misolni. Shu ideya kelmagan qo'shnilar bormi yo'q o'ramiz, tan olaylik. Sanab chiqding, sanamading? Ha? Sanaganlar bor. Qaranglar. Variant mana deysiz, qaranglar. Variant A javobdan qaraydi. Masalan, deylik. Necha turibdi A javobda? 106 ni topsin o'zicha. A 106 nechaga teng bo'lishi mumkin? A 106 A1 plus 105 da deydi-da. Hisoblaydi. Javob 528 chiqib qoldi masalan. Bu ko'p ekan deydi. 105 qiladi, 104 shuni hisoblasa, ana ozgina kam bo'lib qoladi bo'ldi. To'g'ri, ilinib oladi javob. Tushunyapsizlar? Shunaqa qilsa ham. Yoki ikkinchisi. 3, 8, 13, 18 nechaga oshib boryapti? Sabr bilan 520 gacha boradi. To'ppa-to'g'ri bunaqa. 100 gacha maqsa bo'ladi? Ho, mana. Shu mana o'rtada qonundan charchaganda, qoida qidirgan. 100 gacha 20 ta borligini bilib qo'ygan. 200 gacha 20 ta bo'ladigan o'ziga o'zi. Bo'lsa kerak degan o'rtada yana. Yana hisob kitob qilib 500 gacha boradi xullas. Qarasa 100 ta bor qo'limda deydi. 500 ga yetib oldim men sanaman deydi. Bu ham hisob kitob qilib 20 gacha hisob kitob qilib, yesa borgan bir nimalar qilib. Lekin siz uni qilmanglar. Sanashma oxiriga sananglar lekin. Bo'ptimi? O'zi sanayotgan odam bunaqa fikr kelish kerak. 100 gacha 520 ta bor ekan. Fikr kelish kerak emas o'zi. Oxirigacha borish kerak edi. Xo'p, muhim mayli. Nimadir qilib chiqib ketish mumkin xullas. Nima demoqchiman? Ishoninglar, mana ba'zi narsalar bor-ku, sonlar uzun yo'llar bilan o'zini chiqarib qo'yish mumkin variant. Lekin chiqadi. O'sha paytcha, men ko'p aytaman sizlarga, baraka topinglar. Shu fikr kelmasa-chi, eng zo'r fikr o'sha fikringlar bo'lasizlar. Sanam chiqish fikri bor-ku. Hech qaysi fikr uni oldida eng zo'r bo'la olmaydi, tushunyapsizlar? Birinchi o'rinda shu fikr bo'ladi. Ya'ni o'zing uchun eng zo'r ideya o'sha ideya bo'ladi-da, sanaysan erinmasdan. Xursand bo'lasan o'sha payt, ya'ni kamigi bor-ku. Xo'p, keyingisiga o'tdik. Geometrik progressiyada 1000 ta hadi bor ekan. 1000 ta. 520 sanagan bola keyingi misolga o'tsa 1000 talik turibdi-da. Shu bir his o'tdimi kimdandir? Sana bo'lgandan keyin. Keyingi savolga o'tish turibdi-yu. Hop, mayli, keyingisiga o'tdik. Hop, demak, aytayaptiki, juft o'rindagi hadlar yig'indisi A, toq o'rindagi hadlar yig'indisi B bo'lsa, progressiyani mahrajini toping. Yaxshi, zo'r. Bitta qilaylik sizlar bilan. 1000 ta demaylik. O'zi 10 ta desa ham chiqaradasizlar bu. Mayli. Bunday qilamiz. B2. Toq birinchi juftiga ham B2, B4, B6 va hokazo oxiri B1000 bo'ladimi yo'qmi? Shularni qo'shsa A chiqar ekan javob. Tushundinglarmi ma'nosini? Pastga tushdim. Toqlari B1, B3, B5 va hokazo B999 teng B ekan. Quni topib berdi. Sistema. Tepadagi qator bitta ortiqcha emas, pastdan. Tepani pastga o'xshatib maydalayman. B2 ni B1 karra qu. B4 ni o'xshataman. B3 karra qu. B6 ni o'xshataman. B5 karra qu. Esga tushyaptimi? Va hokazo tepadagini B999 ko'paygan nima? Teng nimaga edi bu? A ga teng. Guruhdan hammasidan quv chiqib ketsa ichkarida B1, B3, B5 va hokazo B999 qolib ketadimi qaranglar. Bu nimaga teng? Nimaga teng? B ga. Quv ko'paygan B teng A ga bo'lsam, quv teng A taqsim B ga. Tushundinglarmi? Keyingisiga o'tdik. 13-misol.
yotoqxona, yuvinish xonasi, oshxona, dahliz, mehmonxona. Va shart aytyapti, qaranglar. Mana bu joy uzunligi 10 metr deyilyapti. Bu joy 3 metr ekan. Mana bu yoq 2 metr ekan. Bu yog'i 4 ekan. Bu yog'i 6 ekan. Savol deyapti. Yotoqxona yuvinish xonasidan qancha ko'p, ya'ni necha metr kvadrat, necha, xo'roz qancha ko'proq ayiramiz, to'g'rimi? Yotoqxona nimadan deyapti? Yuvinish xonasidan bo'ldi. Yotoqxona mana bu joy. Mana bu 3 bo'lsa agar, hozir 3 bo'lsa, bu yoq ham necha bo'ladi? Chunki jami 6 dik, parallel kelsa 6 jami 3 zayn ishlatib bo'lingan. Unda bu yoq o'zimiz uchun bildik 3. Bilamizki, yuza, ya'ni metr kvadrat o'lchami tomonlar ko'paytirib topiladi, to'g'rimi? Uzunliklar. Bu joy nechaga teng bo'lishi mumkin? Mana bu yoq 2 bo'lsa, berilgan shartda. Ha, 3,5 ni qo'ygan. Bu yoq 3,5 ekan o'zi. Bo'ldi. Unda yotoqxonamiz yuzasini S1 deb olaylik. 3,5 karra necha bo'ladi? 3 javob 10,5 metr kvadrat masalan. Mana bu joy 10,5 chiqdi yuzasi. Endi yuvinish xonasi. Mana bu joy qani edi? 3,5 edi bu yog'i? Mana 3 bo'lsa, bu yoq necha bo'ladi? Bu yoq ham majbur xuddi shu 3 bo'lishi aniq. Demak, uni yuvinishda S2 deb olamiz. Uzunligi bunaqasi 3 ga teng. Bu tarafi. Mana bu joy 3,5 edi. Hammamiz 2 edi, hozir. Keyin shart xatida yozmadim deyman-da. Xo'p, mana bu joy 4 ekan. 4 bo'lsa agar, bu yoq 3,5 ekan, jami qancha bo'ladi? 7,5. O'zi o'rnidiku. Unda bu yog'i 2,5 bo'lar ekan, to'g'rimi? Qaytara, mana bu 4 sekin tepaga olibsiz, bu yog'i ham 4. 4, 3,5, 7,5 ishlatildi, 2,5 qolib ketdi. Bu degani ko'paytirsam bu tarafni 2,5 karra necha bo'ladi? 3. Javob 7,5. Qancha farq qilyapti shunda? Tushunyapsiz? Ayirib ko'rsak bo'ladi, 3 metrga farq qiladi. 3 metr kvadratga farq qiladi. Tushunarli bo'ldimi? 14 ga qaranglar. 14 da 30 detsimetr kub 3000 santimetr kub necha litr? Bilamizki 1 detsimetr kub, buni yodlab qo'yinglar, 1 litrga teng. Tushunarli? Bu degani 17 detsimetr kub 17 litr deganim. Tushundinglar ma'nosini? Mana bu necha litr desa, bunga teginma deyman. Nimaga? Chunki 30 litr tayyor turibdi hozir qo'limda. Hamma gap mana bu joyda. Buni ham detsimetrli qilib olsam, hisob-kitob zo'r bo'ladi. To'g'rimi? Bir chekkaga olaman. 3000 santimetr turibdi hozir. Detsimetrga o'tish uchun santimetr nechaga bo'lish kerak? 10 ga. Qaytaraman. 10 santimetr 1 detsimetr. Demak 10 ga bo'lib chiqarilar ekan, to'g'rimi? 10 ga bo'lsam, qaranglar. Shunchaki metrga o'taman. Lekin uni birligi nima? Detsimetrga o'taman, uzr. Birligi nima? Kubmi? Bo'layotgan sonimga kub beraman. To'liq kub emas. O'tayotgan raqamimga, tushunyapsizlar, bo'layotgan sonimga. Xo'p, 3000 bo'lim 1000. 3 detsimetr nima ekan? Mana bu necha litr edi? 30 litr. Bu necha litr? 3 litr. Jami 33 litr bo'lar ekan. Chunki biz detsimetr topdik, u litrga teng baribir. Tushunarli? Yurmanglar. 30 litr, 3 litr o'rta ko'paytirish bor, 90 litr qilib. Birliklar orasida qo'shish bo'ladi, bilasizlar? Bo'ldi. 15 ga e'tibor beringlar. fx funksiya berilyapti. Ildiz ostida x kvadrat plus x minus 2 minus x. Funksiyaning nolini toping. Funksiyaning noli degani mana shu misolning javobi 0 chiqsin degan. Funksiyani 5 ni topingchi 5 tenglashtirish degani, tushunyapsizlar? O'z nol unaqa gapi ham yo'q-ku, 0 ni toping degan, 0 chiqsin degan ma'no bildiradi. Ildiz ostida minus x teng 0 deyish kerak ekan. Ildiz ostida teng nimaga? X. Ildizdan qutulish kerak, ikki tarafini beramiz. Ikkalasi qisqarsa nima qoladi bu yoqda? Hech nima emas-a? X kvadrat plus x minus 2 teng nimaga? X kvadratga. Ikkalasi nima qiladi? Bir tomonga yig'ilsa. X teng nimaga? To'g'rimi? 10 ga olsa 2 degan javob chiqadi. Bo'ldi. 2 degan javobni o'zi ekan. Hech qanaqa aniqlanish soha ham shart emas, chunki variantda bo'sh to'plam degan javobni o'zi yo'q, faqat 2 degan javob bor. 16-misol.
f 2x minus 3 teng x plus 3 x minus 2 f minus 1 f 5. Ya'ni avval f5 ni hisobla, keyin ichiga olib kirib qo'y. f5 ni 1 dan 5 qo'yib yuborsak bo'ladimi? Yo'q, bu original funksiya emas, asl funksiya emas bu. Yo'q, olamiz. Ichkari nimaga tenglashtiramiz? Malades, a ga. 2 ta x teng a plus 3. X teng a plus 3 taqsim 2. Almashtiramiz. A teng x plus 3 taqsim topilgan misolni, ko'rinishni har bitta x ga qo'yib chiqamiz. Ya'ni f olib borib qo'ysam x ga mana shuni 2 lar nima qiladi? Qisqaradi, 3 lar qisqaradi, nima qoladi? Fx. Maqsad ham o'sha shuda. Teng. Olib borib qo'ysam x plus 3 taqsim 2 plus 3. X plus 3 taqsim 2 minus 2. 2 ta berdim, sal tezlashaman, qaranglar. X plus 6 qo'shsam 2 ta berdim. X minus 4 plus 3 minus 1. Mahrajda 2 larni nima qildim? Ha, 2 larni qisqartirib oldim. Sezdilar, mahraj berilgandan keyin. Bo'ldi, mana asl funksiya shu bo'lgan ekan. Endi nima qo'yish kerak unga? 5 qo'yish kerak. 5 qo'ysam 5 plus 9 5 minus 1. 14 taqsim 4 yoki 7 taqsim 2 yoki 3 yarim. Tushundinglarmi? Ha, mana bu joy aslida f olib tashlaymiz ichini. Nima bo'lgan ekan? 7 taqsim 2 ni qo'yib ber degan ekan. Bu nima degani? Teskari funksiyasiga shuni qo'yib ber degan. 7 taqsim 5 ni qo'yganda misoliga chiqqan javobni o'girib qo'y degani emas. Tushunarlimi? Qaytaraman. 7 taqsim 2 ni topding-a? Ha, menda mana buni qo'yib chiqishimni so'rayapti ekan. Hozir bitta shunga qo'yib yuborsam 7,5 larni, 3,5 larni, chiqqan javobni minus 1-si o'girib qo'yish degani emas. Tushundinglar ma'nosini? Nima degani unda desa, sen asl funksiyani topganmiding? Minus 1-si degani teskari o'girish emas, teskari funksiyasi degan. Teskari funksiya qanaqa topilardi? Y barobar x plus 9 taqsim x minus 1 degan funksiyami teskarisi x ni topib o'girib qo'yaman joylarni. Tushunarli? Hozir buni ishlaylik, keyin boshqa usulni o'rgataman, osonroq yo'lini. Ishlaylik mayli. Hisob kitob qilamiz. X y minus y teng x plus 9. Maqsad x topish. X y yig'dim. Minus x teng 9 plus y 10 ga o'tdi. X topib chiqib ketsam y minus 1 x 9 plus y x teng y plus 9 y minus 1 almashtiramiz o'rinlarini. Y teng x plus 9 x minus 1 ekan. Noto'g'ri ish qo'ymadimmi? To'g'ri ish qildikmi? Ha, o'zini qaytarib berib qoldim. Ha. Bo'ldi. Bo'p qoldi. Bo'p qoldi. Xo'p. E'tibor beramiz. Topdik xullas. Tushundinglar? Bo'ldi. Funksiyaga nimani qo'yamiz endi? 7 taqsim 2 mi? 7 taqsim 2 plus 9. 7 taqsim 2 minus 1. 2 ta berdim. 18 25. 2 ta berdim. Ayirsam 2 lar nima qildi? Qisqardi, javobi 5 ekan. Bu chiqqan javob, teskari funksiyaning javobi shunda nima bo'lar ekan? 5 bo'lgan. Endigi masala, ikkinchi masala. Osonroq yo'l deb ketdim sizlarga boya bir. Qaranglar. Mana bu original funksiya, to'g'ri? Mana funksiyamiz. Teskari funksiya nima degan o'zida qaranglar. Masalan, oldin funksiyanga x ga 5 qo'ysang, misol javobi 20 chiqardi, masalan deydi. Masalan. Endi teskari funksiyaga deydi. X ga 20 qo'ysang, y ga 5 chiqadi degan. Natija teskari ishlaydi degan. Qaytaraman. Boya javobing 20 chiqqani y. O'sha y ni 20 sini teskarini x ga qo'ygin deyapti. Chiqadigan javobing y ning javobi narigi x ga mas'ul qoladi, boshqa x ga. Ya'ni buni qiymati argumentga, argument javobga almashadi. Nima demoqchiman? Qara, x ga 3,5 qo'y deyapti-ku. Men original funksiyam undan ko'ra x ni 3,5 emas, javobini 3,5 tenglashtirib x ni topib beraman. Qaytaraman. Men hozir mana bu x ga 3,5 qo'ysam bo'lmaydi deyapman-da. Barobar 3,5 qilaman-da, x topib beraman. O'sha chiqqan x buni javob bo'ladi.
Tushunyapsizlarmi? X plus 9 taqsim x minus 1. O'zi mana bu 3,5 da, mana buni ko'rgan 3,5 bilan x ga qo'yib ber deganimi? Xohlasang o'girmagan funksiyani x ga emas, sen y ga qo'y, ya'ni barobar degan shu narsani. 3,5 degan misol uchun, ya'ni 7 taqsim 2 degan. Shu yerdan x topganda sen y ni topgan bo'lasan demoqchiman. Tushunyapsizlar? Teskari ishlaydi jarayon. Demak, hozirgi vaziyatda proporsiya qilsam 7x minus 7 teng 2x plus 18. Yig'sam 5x, olib o'tsam 15, x nima chiqadi? Bu 25 ekan, uzr. X 5 chiqyaptimi? Topgan x'im shuni javob bo'ladi. Tushunyapsizlar ma'nosini? Yetib bordimi? Ya'ni bunaqasiga ham ishlaveradi demoqchiman-da. Xo'p, keyingisiga o'tdik xullas. Tushundinglar deb umid qilaman. Ha, bu fikr kelishi kerak, yaxshi bo'lishi shuni. Ya, to'g'ri, yaxshi, zo'r fikr, faqat kelishi kerak o'sha paytda. 17-misol. 9x kvadrat minus 7x plus 12 minus 1 teng. Taqsim 3x kvadrat minus 3x minus 1 teng 0 ga. Yo'q, 1 ga ekan. Bitta narsani bilib qo'yinglar, har doim eslab qolinglar. Tenglama ildizlar yig'indisi 18 dan qanchaga kichik deyapti-ku. Agar u bitta bo'lsa, ildizi 18 dan qancha kichik deyapti. Shart o'rtasini ko'rdinglarmi? Ildiz bitta bo'lsa deydi-yu, o'zi bitta bo'ladi ildizi. Tushundinglar gapimni? 90% dan yuqori o'zi bitta chiqadi. Bekor gapirmay to'g'risi. Bu yozib shu narsani boshdan ortda, nima zarur unga? Bilib qo'yinglar. Demak, shu gap bormi? O'zi bitta bo'lsa kerak deyoringlar sizlar. O'zi bitta ekanda olib ketaveringlar bo'ldi. Nima demoqchiman? A javobga qaraysan, qiynalasan, ertaga qanaqadir xunuk misollar o'qib qolsa. 15 turibdimi? 18 dan 15 ta kam bo'lsa, o'zi nechi bo'lgan? 3 bo'lgan u. 3 degan son bersam, 18 dan qancha kamdir? Nima deysizlar? 15 deysizlar? O'zi 3 bo'lgan ekan. Shart 3 qo'yib ko'rasan misolga hisob kitobiga. 1 chiqsa, shu javob to'g'ri bo'ladi. Kimdir aytish mumkin, u yig'indisi deyapti-ku, ikkita sonni qo'shganda 3 chiqqandir dema, bitta deb olib turaver demoqchiman. Tushunarli gapim? Bo'ldi. Demak, ishlaymiz endi biz. Proporsiya qilsam, foydasi bilan 1 ga ko'payishini. Ba'zi narsalarni gapirib ketyapman, o'zingiz uchun bilib yozib keting debdim. Buni yozib qo'y demayman. O'zingizlar bilib harakat qilib yozib keting. Bir qisqarib ketdim xo'jayinlar. Xo'p. 9 turibdi, 3 turibdi-ya. Mana shu holatda 9 ni 1 dan 3 kvadrat tashlab yuborsam, rozimisizlar? 3 kvadrati bo'ldi, ko'payadi. 2x kvadrat kvadrati 14x kvadrati 24. Tushundinglarmi? Teng buni darajasiga. Kim yaxshi tushunmay qoldi shu joyini? 3 lar 1 qilib tashlab yuborsa bo'ladi-yu, 3 emas-ku hali bu. 3 kvadrati qildimda 2 daraja ko'payyapti. Tushunarli? Bitta-bittalar. Bir tomonga yig'dim, olib o'tsam minus qilib, bitta x kvadrat. Plus olib o'tsam minus 11x plus 24 barobar 0. 8 kere 3 24. Plus 11 ni beradi. X1 8, x2 nima? Qani ikkita chiqdi-ku deydi. Bo'lishi ham mumkin. Faqat aniqlansa tekshirib ko'ringlar, balki chiqib ketar bittasi. Chiqmasligi ham mumkin lekin. 3x kvadrat minus 3x minus 1 teng emas nimaga? Degib aytayim. Qo'yib chiqishni so'rayman. Shuni qo'yib men ko'ra 3 ta. 3 kvadrat necha? Buchi? 0. 3 0-inchisi. 1 dan 1 ayrilsa, bo'ldi, mana bu xato ekan. Tushundinglarmi? Hozir bu yoqqa olib o'tib 3 0-ni chiqib, guruhlab, x dan topib yurgandan ko'ra, tinchgina bor yo'q, arziman ikkita javobim bor. Shuni olib turib qo'yib ko'ryapman, buzib qo'ydi. Bu buzmasligi aniq tiniq ishonaman. Variantda bo'sh to'plam yo'qda chunki. To'g'rimi? Bu to'g'ri javob deyman o'zimga o'zim. 18 dan qancha ekan? 10 ta. Javob, savol. Javoblarda 8 bormi yo'qmi? Bormi 8? O'qit 8 top 8 ga qaraydi bir payt. Tushunyapsizlarmi gapimni? X topadi-yu, xursand, shu variant yugurib borib qaraydi, javob turibdi begilaveradi. 18 dan qancha kam deyapti? Ayrasa 8 javobi 10 ta kam. Tushundinglarmi? Ha, kimdir 8 ni 3 ham qo'shadi javoblarni. Yig'imiz deyapti-ku deydi. 11 chiqaradi. Keyin 18 dan ayiradi, necha chiqadi javobi? Savol, 11 degan javob bormi? O'zi 11 ham bormi? 11 yo'qmish qilib 7 bormi lekin muhimi? Bo'ldi. Ehtiyot bo'lasizlar xullas. Aniqlan sohasi bor. 18 ko'ring, ko'rmaymi? 18.
Kimda chiqmadi? To'g'risini aytinglar. Kimda chiqmadi? 18. Aniq, konkret aytinglar. Chiqdimi? Ko'ramiz. 18. 3 darajada logaritm 100 2 taqsim LJ 2 ko'paygan 2 logaritm 100 3 bo'lingan logaritm yana LJ 3 tashqarida ikkita logaritm oltasi skora 5. Xo'p. Suratni nimadir qilsa bo'ladi, menimcha, tepasini, darajani. Asos mana bu 10 ni nimasi degani bu? Bunday qilamiz. 3 kvadrati oldinga tushsa 1 taqsim 2 bo'ladimi? Logaritm 10 u 2 qoladi. Aslida LJ ham logaritm 10 degan, to'g'rimi? Mana shu 3 turibdi. E'tibordami yo'q shu joyi? Bo'ldi. Ikkalasi nima qiladi? Ko'paygan 2. Mana bu joyda 10 ni kvadrati oldiga tushsa mahrajga tushadi, mana buni oldi qismiga. 1 taqsim 2 logaritm 10 u 3. LJ ham aslida logaritm 10 u 3 degan. Bu ham ketdi qisqarib. Tashqarida ikkita logaritm 6 u 5 turibdi. Barobar. Mana bu narsa ildizda 3 degani 1 taqsim 2 degan. Ildizda 2 degani tashqarida kvadrat logaritm 6 u shu kvadratni ko'paytirish sifatida o'qisak, daraja ta'sir qildirib olsak, har bittasini 2 ku. 3 kare necha bo'lib qoladi? Logaritm 6 u bu nechi? 6 bilan 5 almashtirish mumkinmi joyini? 5 pastga tushadi, logaritm 6 u 6 1 ga teng, javobi tushundinglar? Keyingisiga o'tdik 19. 19 da alfa teng 2021 pi bo'lingan 3 ga bo'lsa, kosinus alfa sinus alfa qaysi chorakda deyapti. Xo'p. Nima ish qilsak bo'ladi? Birinchi qiladigan ishimiz. Ma'nosini tushuntiryapsiz sizlarga. Mana bu deylik tasavvur qilinglar, masalan, 30 gradus masalan yoki 60 gradus. Xo'p, o'sha 30 gradus qo'yasan mana bu joyga, ildizda 3 taqsim 2, 30 gradus qo'yasan, misol uchun 1 taqsim 2 misol uchun. Birinchi chiqqan soning x ni bildiradi. Ikkinchi chiqqan javob y bildiradi. Koordinat o'qida ko'r qaysi chorakka to'g'ri kelyapti. Tushundinglar ma'nosini? Demak, mana bu nechiligini chiqishini bilishimiz kerak biz sizlar. Mana bu narsani sal ixchamlaylikda bunday qilamiz. Qaranglar. Bu yoqqa olib kiraveraylik mayli. Kosinus hisoblayapman. Birinchi kosinus alfani o'rniga 2021 pi taqsim 3. Savol, buni 2022 qilsam bo'linib ketadimi qoldiq siz? To'g'rimi? Mana bunaqa yozsam qaranglar. Kosinus 2022 pi minus pi desam nechini beradi? 2021 ni qaytarib beradimi yo'qmi? Bitta bo'laman. 2022 ni bo'lishib olinglar. 674 pi bunga bo'lsa minus pi taqsim 3. Demak 3 mahraj berib hisob kitob qilsang qaytarib beradi. Yutug'imiz shuki, sinus ham xuddi shunaqa bo'ladi. Chunki gradus o'sha-o'xshaydi. Pi minus pi taqsim 3 mi? Bo'ldi. Mana bu joyga qaranglar. 674 pidan ayrilib, butun pidan ayrilyapti. Nomi nima qiladi? O'zgarmaydi. Kosinus 60 gradusni beraveradi. Muammo nimada? Chorakda, ishorada. Fikr qilamiz, qaranglar. Juft pi, 2 pi hammasi tugadi degan. Bittadan chiqadi, to'g'rimi? 4 pi tugadi, 6 pi tugadi. Har juft pi'da yangitdan tugaydi hamma narsa. Qo'shilsa 1 ga o'tib ketadi, qaytsa 4 ga tushib qoladi. Bizniki nima qilyapti? Qaytyapti. Qaysi chorak bo'lgan ekan? Bu chorak bu yoqqa ishlatilishi mumkinmi? Shu kosinusning ishini pishityapti, sinus hal qilib ketyapti ishlarini. Tushunyapsizlar? Oson bo'lib ketyapti uning ishlari. Nomi o'zgarmaydi. Sinus 60 ni beradi bu ham. 4-chorakda sinus minus bo'ladi. Bo'ldi. Mana buni javob 1 taqsim 2 minus ildizda 3 taqsim 2. Birinchi chiqqan son 1 taqsim 2 nimaniki bu shunda? Ikkinchisi bu x bu y bo'lgan. Koordinat o'qitasizlar. X xullas 1.05 qiziq emas. Mashetlarda bor, musbat son. Y qanaqa son? Manfiy son, pastda bo'ladi, to'g'rimi?
Ikkalasi nima qilinadi? Kechsa qaysi chorak bo'lyapti? Mana buni choragini bilib olsak bo'ldi ekan. Shu javob bo'lar ekan deb xulosa qilib tashlamaylar bo'ptimi? Bu ham 4 chiqqandi boya. Bu ham 4 chiqib qoldi deb turib qisqa o'ylab qo'ymaydi narsani, to'g'ri o'ylab qo'ymaydi. Demak shunaqa bo'lib qoldi xolos. Javobini tushundinglarmi nima qilganimiz? Nima 222 qilganimiz tushundinglarmi? Ya'ni bo'lish uchun, butun qilish uchun. Kimdir xohlasa 2019 pi plus 2 pi taqsim 3 qilsa ham bo'ladi. Lekin bu chiroyliroq ekan baribir. Chunki uni choragiga keyingisiga o'tib ketib qolar ekan buzib. Tushundinglarmi? Savollar bormi? Yes. 20-misol shartnoma menimcha xosdan hamma oldim, oddiy xoslar bu. Hop, keyingisiga o'tdim. 21. 21da fx funksiya berilyapti. 17 taqsim 2x kvadrat. Bu xonadami to'g'rimi? Xo'p. Plus 32x kvadrat taqsim 17. Funksiyaning eng kichik qiymatini toping debdi. Eng kichik qiymat. Xo'p, ikki xil usuli bor. Birinchisi hos, eshiting. Eshiting. Bir yaxshi gapiramiz, eshiting. Hosil olib ishlash yo'li birinchisi. Ikkinchisi ko'shiga qo'yish. Kim ko'shiga qildi? Qo'lni ko'tarsin. Malades, shukr kelibdi. Malades. Xo'p, nima deydi qaranglar. Eshityapsizlar, muhokama keyin endi. A plus b ikkita musbat son bo'lsa, ular katta yoki teng ikki ildiz ostida a b danida esinglardan isbotlagandik bu narsani. Ochib chiqqandik sizlar. To'g'rimi yo'q? Bu nima degani? Ikkita sonni qo'shsang, doim katta chiqaveradi. Qachon kichkina chiqadi desa, mana bunga teng bo'lganda eng kamida shunaqa javob chiqadi. Tushundinglarmi? Men sizlarga aytsam, bitta qanaqadir hisob-kitob bir nimalar katta yoki teng 10 dan desada, bu misol har doim nimadan katta ekan deyman? 10 dan deysizlar. Masalan, necha desam, 100, 200, 300 gapirib tashlaydi hamma. Eng kichkinasi esa 10 deydi. Chunki 10 dan olish mumkin, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Mana bu misol ham ikkita musbat a, b. Shu misol doim katta javob chiqaveradi, lekin eng kichigi nima desa, buni o'rniga undan ko'ra 2 ildiz ostida a, b qilgan shunga teng bo'ladi. Ildizda a mana 17 taqsim 2x kvadrat ko'payganda b 32x kvadrat taqsim 17 deydi. Tushundinglarmi ma'nosini? Qisqarib ketsa 16 qoladimi? 16 nima chiqadi javob? 4 chiqadi. 2 kere 4 8 ekan javob. Ya'ni misolni hozir javobi 8 dan cheksizlikkacha aslida. Eng kichkinasi necha bo'lgan? 8 bo'lgan. Endi o'sha ko'shi kelmadi-da. Nima qilaydi? Lekin hosillar qilganlar chiqargan menimcha. Hosila olasizlar, teng 0 qilasizlar, x topiladi xullas. Topgan x ni olib kelib mana joylashtirasizlar, qo'yib chiqasizlar. Javobi yana o'sha 8 chiqadi mana, tushunarli? Yetib bordim. Bo'ldi. Keyingisiga o'tdik. Yigirma ikki. Integral 0 dan 3 gacha x dx bo'lingan ildizda 1 plus x kvadrat. Nima qilamiz buni? X malades, x ni olib kiramiz. Boshlang'ich qilib. 1 qoladi o'rnida. Ildizda 1 plus x kvadrat chegaradan keyin qo'yaveramiz. D x kvadrat taqsim 2 boshlang'ich. Oldida 1 bor x oldida. Tagida 2si bor. O'sha 1 taqsim 2 ko'chaga chiqib ketadi integral tashqarisiga. 1 taqsim 2 integral 1 taqsim 1 plus x kvadrat t deb olsam, bu ham t bo'ladimi? T ildizda d t boshlang'ich olish jarayoni ketyapti. T plus 1 ni 1 taqsim 2-chi bu ildiz degan. Mahrajdan olib chiqqanligim uchun minus qo'yib qo'yaman. Tushunarli? Darajali misollarda tepaga 1 qo'shib, mahrajga shu tashrifni sizlar bilan esga tushdimi? Ichini murakkab deganim foydasi yo'q, xoslasi baribir 1. To'g'rimi? Hisob kitob qilamiz. Necha chiqadi javob? 1 taqsim 2 chiqadi. Bu ham 1 taqsim ikkalasi nima qiladi? Qisqaradi. Daraja nima bo'ladi? 1 taqsim 2 nima degan? Ildiz degan. Tushundinglarmi? Endi t nima edi? X kvadrat plus 1 bo'ldi. Chegara yopildi, integral bo'ldi-ku. 0 dan nimagacha edi? 3 gacha edi. 3 ni qo'yamiz, 3 kvadrati plus 1 ayru. 0 ni qo'yamiz, 0 ni kvadrat plus 1. Tushundinglarmi? Ikkalasi ayrilishi kerak-ku. 9 10 ildiz osti 10 minus nima? 1. Tushundinglarmi?
Keyingisi 23. Yigirma uchta ABC'da parallelogram bo'lgan ekan. A, B, C, D. BC va CD tomonlaridan, BC, CD tomondan mos ravishda MN nuqtalar olingan. MN. Xo'p, SMMB. SMMB nisbati 2:1 nisbatda ekan. Bu degan mana bu joy 2x, bu yog'i bitta x bo'lgan. N nuqta olingan SN ND. SN mana bu joy ND. Bu yoq 2y, bu yoq y. Bu ham 2:1 nisbatda ekan. Faqat y qilishinglar kerak, chunki tomon uzunligi boshqacha bo'ldi. Xo'p, agar parallelogram yuzasi S parallelogram yuzasi 45 bo'lsa deyapti. AMN uchburchak yuzi. AMN. Shu yuzdan so'rayaptim, qaranglarchi. Xo'p. Bu joy 3x bo'lsa, bu ham 3x mi tagigan? Bu joychi. Tushundinglar ma'nosini? Savolda endi sizlarga. Mana shuni boshqacha yo'lam bor-u. Sal qiynaydi, menimcha. Mana bunday qilaveraylik. Bunaqa tipdagi savol, men bunaqa emasdi, oldin bir to'plamda shunaqa savol bo'lardi, burchakdan chiqib ketilardi oldin. Ya'ni oldin eski savol, 3 burchakli qilib beradi unda ham. Bu ham nisbatan o'xshash, qaranglar. Mana burchak umumiylar baribir. Alfa qaranglar. Nima demoqchiman? Bunday qilamiz, qaranglar. Mana bu yuza topilishi mumkinmi yo'qmi x y ga bog'lab? Bu yuzani ham x y ga bog'lasa bo'ladi, buni ham bog'lasa bo'ladi. Jami yuzadan 3 ta oppoq uchburchak yuzini olib tashlasak, o'rtadagi bo'yalgan joy qolib ketadi. Tushundinglarmi? Bunday qilamiz sizlar buni. Xo'p, S o'z parallelogram yuzasi nimaga teng qaranglar. Tomon uzunligi 3x, tomon uzunligi 3y, sinus alfa derdi, esingizga tushdimi? Bu nechiga teng? X, y sinus alfa nimaga teng? 9 bo'lsa. Bu degani x, y sinus alfaga 5 qo'yib yuraveramiz hozir. Zo'r bo'ldi. Qaranglar. Aniq deyarli chiqdi уже. Mana bu joyda kichkina uchburchak yuzasi nimaga teng? Mana buni qaranglar. S1 deymiz, S2 deymiz, S3 kelishdikmi? S1 nimaga teng? 2x, 2y bo'lu 2 sinus alfa esga tushdimi? A, B taqsim 2 sinus alfa. Uchburchak yuzasi. Savol: x, y sinus nimaga teng? Bo'ldi. Bular ketsa 2 karra nima bo'lar ekan? 10 ekan javob. Tushundinglarmi yo'q? Rozimisizlar? Keyingisi S2 Asadbek nimaga teng? S2. 3x ko'paygan y taqsim 2 sinus alfa dedim yana. Nimaga? Beta deyilmasmi nima? Beta deganim bilan sinus beta bilan sinus alfani javob bir xil chiqaradi. To'g'rimi yo'qmi? Sinus 30 dagi javob bilan sinus 150 qo'shilib bir-biriga. Bir xil javob chiqarmaydimi aslida? Chiqaradi. Sizlarga savolda parallelogram yuzasining formulasi nima? AB sinus kimdir aytadi? Yo'q, AB sinus beta-ku deyapti. Buni ham gapi to'g'rimi yo'qmi? Chunki beta bilan alfa bir xil javob chiqaradi-da. Yetib bordimi gapim? Bo'ldi. Savol sizlarga, mayli. Mana bu joy 150 gradus bo'lgan deylik. 30 ni qo'yib ishlatish mumkinmi bu yoqqa? Mumkin ekan. Demak, biz sinus betami, sinus alfa qo'yaveramiz. Tushunarli? Ishimiz yengil ko'chish uchun. X, y sinus nimaga teng? Bo'ldi. 3 kere 5 taqsim 2, 7,5 ekan. Tushundinglarmi? S3 teng x ko'paygan 3 ta y taqsim 2 sinus yana alfa qildim. Chunki mana bu joy ham bu bilan bir xil narsa. Bunga nima qo'ygan bo'lsam, bunga ham shuni qo'yaman. Tushunarlimi? Demak, x, y sinus yana 5 mi? Yana shu 5, 3 taqsim 2 yana 7,5. Mana shu 3 ta yuza jami 25 ekanmi? To'g'rimi yo'qmi? Xulosa S uchburchak bo'yalgan shtrix yuzasi S dan ayiramiz. Haligi 3 talik 20 nimani? 5 ni. Bu nimaga teng? 45 ga teng. 45 minus 25 javobi sal uzun yo'ldan ketdim menimcha, lekin kelgani shu hozircha. Tushunarli? Yetib bordim. Ishlaganlar bormidi? Kim ishlagan? 25 chiqaruvdinglar? Kim ishlagandi? Kim ishlamagan?
O'sha javob chiqadi. Mana bu masalan kimdir beta qilgan bo'lgani bilan, misol uchun alfa plus beta 180 deydi baribir. Beta nimaga teng? 180 minus alfaga teng. Boya sinus beta kelib qolgan joylariga o'rniga mana buni qo'yar deylar baribir. Sinus 180 minus alfa, to'g'rimi? Pida nomi o'zgaradimi? Sinus alfani qaytarib beradi. Bu degani sinus betani o'rniga sinus alfani qo'yaver degan tenglama kelib chiqadi-da. To'g'rimi ma'nos? Bitta narsa bor. Ochig'i mana bunday fikrlar kelib turadi boshdan. Mana bu yerdan o'tkazsam to'g'ridan. Mana bu yog'i x, bu yog'i 2x qilib, keyin bu yog'i 2y, ikkita s1, bitta s1 qilib, diagonal tortsam agar 3 taraf teng bo'lib qolib, bir nimalar qilish mumkin menimcha bunaqasini variant ham bitta ko'rish kerak. Hozircha shu. Rozi bo'lib turasizlar, keyingisi. Oho. Yo'q, u juda uzun yo'l. Qilma uni, qo'y uni qilma. Hop, keyingisiga o'tdik. 24. 24da markazlar 3-4 nuqtada ekan. Markaz degani AB bilasizlar, aslida aylanadagi nuqta desa bu x y, tushunarlimi? Buni o'tganmiz oldin ham. OX o'qiga urinar ekan, aylanamiz. Savol deyapti. Aylan tenglamasini tuzib bergin deyapti. Zo'r. Hammasi 3-4lik javoblar. Hammasi. Muammo shu radiusda bo'lyapti, hozir to'g'rimi? Bo'ldi. Demak, tenglama qanaqa o'zi? X minus a ni kvadrati, y minus b ni kvadrati teng radius. Mana bu joyga a, b kirib kelsa x minus 3 bo'lar ekan deb o'zim x minus 4 bo'lar ekan deb shunday qarasam variantga 4 ta shunaqa. Hamma gap radiusda. Endi xo'p, 3 tasi bor-da. Kelinglar markaz topamiz. Markazni 3 u 4. 1 2 3 mana bu joy. 4. 1 2 3 4 dan shu aylana qayeri bu? Savol. Mana shu aylana markazi bo'lsa, aylanaga urinish uchun mana bunaqa chizish shartmi hozir? To'g'rimi yo'q ma'nos? Bo'ldi. Shunaqa chizilgan taxminan endi. Muhimi urindimi, urinmadimi x o'qiga. Savol. Uringan paytda aylana markazi mana bu yoqqacha bitta urinmami qaranglar-chi. Shuni mana beramiz senga. Radiusmi? Radius 3 bo'lganmi shunda? Ha, 4 bo'lgan. 3 ga tushsa 3 emas. Mana bu to'rlik joyga parallel necha bo'lgan ekan radius? To'rlikdan foldi. Tushundinglar ma'nosini? OX ga uringanlik uchun OX o'qiga urintirdim ataylab, markazdan urinmagach perpendikulyar tikka tushadi masofa va bu bir-biriga parallel to'r bo'lgan ekan dedik. Xulosa, mana bu joyda x minus 3 ni kvadrati plus y minus 4 ni kvadrati teng 4 ni kvadrati, ya'ni 16 bo'lgan ekan. Tushundinglarmi? Agar OY o'qiga uringanida edi, mana tikkanda edimda, pastga olib tushardim, x 3 ekan deb o'rardim. Ya'ni radius 3 ekan deb o'rardim. Va u 3 kvadrat 9 lik javob bo'lardi variantdagi. Tushunarlimi? Xo'p, xulosa qolaylik. Xulosa, yo'q, to'g'ri gapingni. Xulosa. Qaysi o'qqa urinyapti? Y dagi javob olinyapti, tushunsangiz ham. Hozir qaranglar. O'zi har doim shunaqa. X o'qini kessa y 0. OX o'qiga simmetrik desa y ishorasini o'zgartirasan. Ha, so'ralganimi, so'ralmaganini o'zgartirib yuraveramiz har doim. Bu ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Qaysi o'qqa urinsa, aytilmaganini javob ishlatilyapti. Kalit shu bo'lib qoldi hozir. Tushunarli? Keyingisiga o'tdik. Bo'lmasa, u fikr kelmasa nima qilasizlar? Qaranglar. A variantdan markazi 3, markazi 4, radiusi 4 degan joyni chizasiz aylanasini to'liq qilib, chiroyli qilib. Chizsanglar, qaysi bir x o'qiga urinsa, o'sha javob to'g'ri javob bo'ladi. Tushundinglarmi? Boshqacha variant. 25. To'g'ri chizmay qarab qolish sharti juda ham rohmali ekan. Mana bu joy 30 gradus bo'lgan deyapti. Bu joy 60 bo'lgan deyapti. Mana bu joy masofasi 1500 ekan. 340 ekan. Hisob. Xo'p. Tog'ning balandligi bor ekan. Tikka tushgan balandligi bor.
H 600 yıldızlı 3 ekan. Zo'r. S'da tunnel uzunligi, mana o'rtada tunnel bor ekan. S'da mana S mana S, bu yoq D. S'da tunnel uzunligi qancha deyapti? Zo'r, zo'r. Xo'p, qaranglar. Savolda mana bu joy 30 gradus qarshi tekadi, gipotenuzani yarmi desak bo'ladimi? 1200 bo'ladimi? Tushundinglar nima bo'lganini hozir? Mana bu uchburchak, to'g'ri bo'luvchi uchburchak ham qaranglarchi. Mana bu joy chiqdi-da hozir. Endi mana bu yerda x deb turaylik masofani, to'g'rimi? Xo'p, mana bu joy 30, 60, tepanechi. Katta uchburchak, katta tog'dimlik birlashib 90 bo'lgan ekan. Diqqat qilinglar. Yopishgan katet mana bu joy 30 ga. Past nimaga teng? Gipotenuz ekan. Kosinus 30 desam bo'lmaydimi? Yopishgan katet nima? 1200 yıldızlı 3. Gipotenuzachi qo'shamiz 1840 plus x. Tushundinglar ma'nosini? Tenglamani nimani topib qo'yish kerak? Mana buni qiymati ildiz 3 taqsim 2, 1200 yıldızlı 3, 1840 plus x. Bir chiziqda ildiz 3 ketdi qisqarib. Proporsiya qildim. X plus 1840 teng 2400. X teng 600, 560 mı? 560 bo'lyapti. Tushundinglar? Bo'ldi, x 560 bo'lgan ekan. To'g'ri qildik. Bo'ldi. Xo'p, 30 ming to'g'ri ishladik, bo'ldi. Endi qaranglar, mana bunaqa narsa bor 560. O'zim shubhalanib qoldim-da. Qaranglar. Mana bunda qilsa ham bo'ladi lekin. Masalan, ha, dona bo'lak qilib topsa ham bo'lar ekan. Mana bu joyni x, bu yog'ini y qilib qo'shib keyin oxir topsa ham bo'lar ekan. Ha? A b taqsim s. Xo'p. Keyin bu yoq katet x taqsim 2 bo'ladi, bu yoq katet общий a deb yozib a taqsim 2 bo'ladi. Bu yoq 3 a taqsim 2 bo'ladi. Ma'lumotlarmi? Bu yoqni aytyapsizlarmi? Xo'p. Masalan, mana bunaqa narsa, qani gapni eshitinglar. Tinchgina. 30 gradus qarshi katet yopishgan katet qilsam, men bo'lak chiqadim shundan hozir. Men bo'lak chiqadiki, ayiradi 1500 dan. Keyin buni qarshi katet yopishgan katet qilib, mana bu joy topib oladi, ayirib. Ikkitasini qo'shadi. Shundan ham chiqar ekan, bo'ldi. Ana shunaqa qilganmi o'zi? Ha, bo'ldi. Yaxshi. Savollar yo'qmi? 26 ga qaranglar. 26 da to'g'ri burchakli uchburchak ichiga chizilgan doira gipotenuza uzunligini 5 va 12 bo'lgan kesmaga ajratadi. To'g'ri burchakli uchburchak bo'lgan. Ichiga aylanib chizilgan, xullas bo'laklari 5 va 12 ga bo'lib qo'yibdi. To'g'ri burchakli uchburchak. Uchburchak yuzini top deyapti. Yuzini formulasi nima edi? Esga tushdim men degan formula bo'lardi. Bir paytli foydalanganmiz. To'plamlarimizda ham bor bunaqa savol. Ikkita bo'lak ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. 60. Xo'p, qaranglar, bir narsani tushuninglar sizlar. Qaranglar, gapni eshitinglar. O'zicha. Zo'r tavakkal qilgan bolalar bor-da. Shuni aytib ketay. Mana. Nima qilasan deb so'raysizlar-ku, o'sha nima qilasan o'zi desa, shunaqa deydi. Sonlab beriladi deydi. Qo'shib ko'radi, ko'paytirib ko'radi, bo'lib ko'rib, 2 ga ko'paytirib, ayirib bir nimalar qiladi-da, variantga javob chiqib qoladi, yalt deb. Shu javob bo'lsa, bosadi shu buni. Doim chiqmaydi. Lekin ko'pincha to'g'ri chiqarib qo'yadi. Variantga sonlab bir ko'paytiradi, ildizda chiqarib ko'radi. Bir kvadrat berib ko'radi o'zicha. O'zi shunchaki ideyalar qiladi-da, nima qilsam javobga tushishi mumkin raqamga deydi. Shunaqa ishlar qilib ko'radi, chiqib qoladi-yu. Ko'p chiqadi shunaqa qiladi. Ertaga uyga borib olib. Ha? Tak. Umuman ishlamasdan, qani shunaqa qilib ko'raman turib, ustoz kalt bering, variant kaltni qilib ko'rmoqchiman turib, shuni 3 ga 4 ga qo'shib, bir nimalar qilib 7 qilib 2 ga bo'lib qo'yib, 4 ta chiqarib o'tirmanglar. Qaranglar, bunaqa narsa. Ba'zida shunaqa ishlar o'xshaydi demoqchiman. Qachondir ba'zi vaziyatda tavakkal qilish payti kelib qoladi baribir. Mayli fizikadan masalan. Fizikadan zo'r o'xshaydi lekin to'g'risi. Men qilib ko'rganman. Ochig'i. Men bizda ham tavakkal qilishmay qilib ko'rganman shu narsani. Endi yo'qdan ko'radi, men aytaman sizlarga ideyada.
Yo'qdan ko'ra. Xo'p, muhimi qaranglar. Ko'paytirib ko'rsang 60 bor-ku. Bo'lib ko'rsang 30 bormi 2 ga? Mana shu, ya'ni o'z ko'paytirishdan javob chiqib turibdi-ku, masalan 60 chiqadi. Yana bir ikkita ishlab ko'rsa boshqa variantdan chiqib qolishi mumkin-da. 2 ko'paytirish 120 bor mana. Ya'ni qarshi variantda ham bor, unga baribir xalaqit qiladi qachondir. Xo'p, keyingisiga o'tdik. 27 ni sig'dira olamizmi? Alohida qilamiz. Bu bo'yicha savollar ham bo'ldimi? Yaxshi. To'xtanglar. Shuni aytib ketay. Baraka top, shoshmanglar. Shuni, mayli, o'sha fikr kelmagan o'quvchiga aytmoqchi. Shuni aytaman deb esdan chiqib qoldi. Boshqa fikrga chalib ketib qoldi. Savol, mana bu nuqtadan bu yoqqacha bo'lgan masofa 5 mi? Bu yoqqacha nimaga teng masofa? Bu yog'i nechiga teng? Savol, mana bu joy radius bo'lsa, bu ham radius markaz qaranglar. Parallel ko'chirasan radiusmi? 5 plus r, 12 plus r, gipotenuz 17. Pifagor teoremasida radius chiqadi. To'g'rimi? Bo'ldi, r chiqqandan keyin mana bu yoqqa r olib kelib qo'ysang, katet to'ladi, r qo'ysang katet to'ladi. Bo'ldi. Savol. Shunaqa qo'yib ketadi, bo'ldi. Xo'sh, shundan chiqadi. Yetib bordim? Pifagordan chiqish tushundinglarmi? Bo'ldi. 27 ga e'tibor berasizlar. 27 da. Muntazam uchburchakli piramidaning apofemasi 15 ga teng. Muntazam uchburchakli piramida. Apofema ham yon devor bilasizlar-a? 15 bo'lgan ekan. Balandligi 12 bo'lgan ekan. Bilamiz, mana bu yoqqa borsa 90 ga boradi, bilasizlar bu narsani. Radius. Mana bu kichkina r bo'ladi, bilasizlar bu narsani? Chunki, hozir. Mana bu tomonga urinuvchi kesma ichki chizilgan r bo'ladi. Esga tushdimi mana shu jarayon? Bo'ldi. Umumiy o'zimiz uchun bilamiz mana shu kichkina rligini. Pifagor teoremasi har shartda o'qib oling oxirigacha bo'lmasa, piramida yon sirt yuzini toping, S yon. Bo'ldi, topsa bo'ladi. S yon degani a ko'paygan apofema taqsim 2 shunaqadan nechta bor? Mana bu joyda a deb oldik. Muntazam to'g'ri, mana bu joy a ga teng. Tagi ham a. Demak, apofema ko'paygan a taqsim 2 shunaqa yuzadan 3 ta bor, 3 ta tomoni bor. Hamma gap a da ekan. Radius topsak a ga yetib olamiz. R kvadrat katet 12 ni kvadrati balandlik katet 15 gipotenuza bo'lgan. R kvadrat 225 ayru 144. R kvadrat teng 81 ekan. Radius necha ekan? 9. Ichki chizilgan R bor muntazam uchburchakka. O'zi muntazam uchburchakka kichkina alina chizadigan bo'lsam, radius nimaga teng bo'ladi? R teng a taqsim 2 ildiz osti 3. Ya'ni o'zi ildiz osti 3 bu katta R beradi, 2 barobar kichkinaroq bo'ladi. Mayli. Xullas, mana shu formulamizda radiusimiz nechaga teng? 9 ga. A taqsim 2 ildiz osti 3. Proporsiya A teng 18 ildizda 3. Tushundinglarmi? A bor. Olib borib qo'yamiz. A'imiz nimaga teng? 18 ildizda 3. Apofemamiz 15 bo'lib 2 ko'paygan 3. Lekin yarimtalik chiqib qo'yapti javob. Bor shunaqa yarimtalik javoblar. To'xtang, uzr. 9 ekan. Xo'p, 27 kara 15 ildizda 3. 45 chiqqan? Ildizda 3 ekan. Tushundinglar? Bo'ladi. Xo'p, keyingisiga o'tdik. 28. On 4 burchakli prizmaga eng ko'pi bilan nechta diagonal kesim o'tkazish mumkin? Qaranglar. Diagonal kesim yuzasi degan savol keladi. Diagonallar soni degan savol keladi. Diagonallar soni ko'proq bo'ladimi, kesim yuzi ko'proq bo'ladi? Soni. Yuzi 2 barobar kam bo'ladi. Sonining formulasi o'zi n-3 taqsim 2 mi? Bu kesim yuzalar soni, to'g'rimi? Diagonallar soni 2 barobar ko'p bo'ladi, 2 ko'paytiramiz, tushunarli? Bu kesim yuzasi soni. Shunda nechi burchakli bu? 14 qo'yamiz. 14 minus 3 bo'lingan 2. Qisqarsa 7 kara 11 77. 2 barobar ham bo'lsa kerak. Bor. O'sha boshlanadi ikkilanish. Xo'p, fikr qilinglar, qaranglar. O'sha paytda o'zingizlar 4 burchakli chizib, sal o'ylashni boshlanglar. Chizib olinglar hamma narsa. Mana e'tibor beringlar. Masalan, qaranglar-da. 4 ga bo'linish qoidasi fikr kelmayapti senga, misol o'sha payt. Bilasizlar, masalan, 2 xonali son tanlab,
4 ga bo'lingan sontalar o'ylab ko'rsa bo'ladi shuni. Ya'ni qoidalarni o'sha o'zing sontalar o'ylab chiqarib olsang bo'ladi. Xuddi shunaqa. Mana buni ham qoida qolsa bo'ladi. Masalan deylik. Mana bu birinchi diagonal, bu ikkinchi diagonal masalan. Sekin tutashtirsam, shu yuza bo'lyaptimi qaranglarchi. Xulosa. Diagonal ikkita lekin yuza. Tushunyapsizmi? Diagonal 10 ta yuza. Tushunyapsizmi? Yarmi. Ha, diagonallar sonining formulasi n-3 dek-ku deyapti. Shuni qanchasi ekan? Tushundinglar? Adashtirma faqat ana formulaga. Asosining diagonallar soni oldin ko'pirchakda o'tganmiz. n-3 taqsim 2 dek-ku deb turib, yana 2 ga bo'lib 4 deb qo'yman muhimi. Tushunyapsizlarmi? Bo'ldi. Mana shu narsa. Demak, bu tarafdan d tortasan, bu yoqdan d tortasan, tutashtirsang ham yuza chiqib keladi. Mana shu kelib chiqadi. Xuddi shunaqa narsa. Muhimi yuza d dan 2 barobar kamroq bo'ladi. Xo'p, keyingisiga o'tdik. Bitta narsa o'shaning uchun adashib ketmanglar. A vektor berilyapti x 2, b vektor berilyapti 5, y. Aytyapti xo'jayinlar, a va b vektor kolinar vektor bo'ladigan bo'lsa, 3xy minus 17 ni hisoblang debdi. Birinchi qiladigan ishimiz, kolinarlik xossasi x ni x ga bo'lamiz, y ni y ga bo'lamiz. Esga tushdimi? S ni s ga bo'lardik agar bo'lsa. Proporsiya qilsam x y nimaga teng? Mana bu o'rniga 10 ni olib chiqib qo'ysam 3 kara 10 minus 17 javob 13 ekan. Tushundinglar? Bo'ldi. Kolinar degan vektorlar o'xshash degan. 30-si. A 1 2 3 4 B x teng 2 ta n minus 1 n tegishli a. Bilasizlarmi? N tegishli n turardi, z turardi. Shundan bilardik butun natural degan. Bu nima deyapti? Mana bu b to'plam, a to'plam elementlari bu, b to'plam mana tenglamadan chiqadi. Bu yerda n nima desa, n a to'plamdagi raqamlar deyapti. Ha? A ga 1 olsang bo'ladi, 2 3 4 gacha 5 olib bo'lmaydi deyapti. Tushunarli? 4 ta sonni olsa bo'ladi. Xo'p, shartda aytayaptiki, a bilan b nimasi? Kesishmasi. Birlashma nima? B mi? Yo'q. Xo'p, keyingisiga o'tdik. Xo'p, a bilan b ni to'g'rimi bizda? Birinchi o'rinda a ni topdik, endi b ni harakat qilib ko'ramiz. 1 beramiz mana bu a siga, mana 1 tanlayapmiz dengi. 2 bo'lib javobi 1 chiqadi. 2 tanlayapmiz, 4 ayirsam 3. 3 tanlayapmiz, 6 ayirsam 5. 4 tanlayapmiz, endiga 7. Keyingisi kerak emas. Chunki u boshqa son yo'q o'zi. Demak, ikkita element bo'lgan ekan. A bilan b ni kesishmasidan chiqadigan javob bir xillari deganimi? Nima javob chiqadi? 1 va 3. B to'plam bilan ikkalasi nima qilib beryapti? Mana b to'plam, mana chiqqan javobing birlashtirib bergin desa, chiqadigan javob qaranglar. Bunda bor raqam, bunda ham bormi ikkalasida ham? Bu degan hali to'g'ri javob bo'ladimi? 1 3 5 7 boshqa bormi? Boshqacha nomerlar? Yo'q. To'g'ri javob mana shuni o'zi bo'ladi, tushunarli? Yoki A javobda shu javob bo'ladi. Shu javob. Agar bunaqa javob bo'lmay qolsa, o'rnida mana bunaqa javob bo'ladi. B deb qo'ygan. B degani B to'plam degan. Mana bu chiqqan javob B to'plam javob bo'lib qolmi, qaranglar. Shunaqa ma'noda. E'tiborda gapim. Xuddi ana hisob kitob 1 3 5 emasda, yoki mana 4 ta javob emasda, 1 3 5 7 emasda, B to'plam B harf qo'yib qo'yadi. Mana bitta A ga A harf qo'yib qo'yadi misol uchun. Ha, ya'ni natija A ni javob bo'ladi demoqchi. Natija B to'plami javob bo'ladi demoqchi bo'lyapti. Tushunyapsizlar? E'tiborda harf qo'yib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Tushundikmi? Yaxshi.